Diqqat qiling, O'zbekistonda ketma-ket 3 kun qanday ob-havo bo'lishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Iyul oyining oxirgi haftasida O'zbekiston hududi bo'yicha issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda deb xabar berdi O'zgidromet. 27-31 iyul kunlari uchun ob-havo prognozlariga ko'ra, havo harorati kunduz kunlari 37-40 daraja atrofida, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 41-42 darajagacha issiq bo'ladi. Qayd etilishicha, bu iyul oyining oxiri uchun bo'lgan iqlimiy me'yordan 2-3 darajaga yuqoridir. Ushbu kunlarda respublika bo'yicha asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarda shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati asosan kunduzgi 38-39 daraja atrofida, kechasi 23-25 daraja bo'ladi. O'zbekistonda 13-iyuldan boshlab kuzatilgan anomal issiqdan so'ng 21-iyuldan esa respublikaning barcha hududlarida havo harorati pasaygandi. Dam olish kunlari esa asta-sekin ko'tarila boshladi deyilgan xabarda.